Qandolatchi bizneschi akalarimiz, opalarimiz uchun super yangilik. Bizda vod uskunalarda eng arzon elektr, gaz va gibrid, ya'ni elektr gazli pechlarni полный obzori, narx-navosi, ishlash jarayonlari hammasini sizlarga obzor qilib beraman. Qani ketdik. Sizlarga hozir birma-bir hamma pechlarimizni boshdan oyoq, ya'ni A'dan Y'gacha sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Yaqinroq keling mana. Ko'rib turibsizlar, bizda barcha turdagi uskunalar birinchi qo'li Xitoydan yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'yicha inshaalloh eng arzon narxlarda va eng sifatli pechlar faqatgina vod uskunalari bizda. Pastda nomerlar qoldiramiz. Videoda tushunmasalaring, pastda nomer qoldirganingizni bemalol telefon qilib, so'rab, surishtirib, narx-navoda kerak bo'lsa, ko'proq oliyxon bo'lsa, narxlarni iloji boricha yana tushib beramiz. Keling mana bir boshdan. Birinchi pechimiz ko'rib turibsizlar, ya'ni bir listli pechimiz hisoblanadi. Juda ham zo'r, ichida listlari bo'ladi. Hamma pechlarimizning eng zo'r tarafi o'zida listlari bor. Biz listlarini narxni ustiga mindirmaymiz. Ya'ni ko'pchilik pechlar keladi, ustiga listlarni qo'yib qo'yib, narxga mindirib yuboradi. Biz unaqa emas, bizda o'sha kelgan narxlari ichida hammasida listi bor. Ichida mana listlari, ushlaydigan держательlari, oyoqlari, kulichlari, plus mana dokumentatsiyalari hammasi заводской, hammasidan bor. Bu pechlarimiz bizda ikki xili bor. Ya'ni qanaqa? Ba'zi bir pechlarimizda toshliklari bor, toshsizi bor. Toshliklari tandirdaqa toshli bo'ladi. Pizza, somsa yo nonlarga juda ham dahshat chiqadi. Как будто tandirda pishgandaqa chiqadi. Bu pechimizni ko'rib turibsizlar. Hozir bu pechimizni tayi mana toshli, ko'rsating. Mana toshli bilan toshsiz farq. Bu toshli bo'lsa, buni tayi nержавейка. Ko'rib turibsizlar. Bu nержавейкаlarda toshliklari ham bor bizda. Bir listli pechlarimiz sizlarga toshsizi, ya'ni nержавейка обычныйsini olaman desangiz sizlarga 199 dollar qilib beramiz. Toshligini olaman desangiz sizlarga 220 dollar qilib beramiz. Bu pechlarimizni gradusi 300 gradusgacha bo'ladi. Ko'rib turibsiz, tepasi alohida, pasti alohida, plus timerlari bor, plus svetlarini yoqib o'chirish ham bor. Keyin bu pechimizni yana bitta zo'r tarafi mana ko'rib turibsizlar. Bu pechimiz oynali, bemalol ichini ko'rib, ichida fonarlari bor, ko'rib tekshirib, qancha qay jarayonda ketyapti, qanchalik pishdi, qizardi, qizarmadi, hammasini bemalol ko'rishlaring mumkin. Bunimiz o'sha aytganimdek, bir listli oddiysi 199, toshligi 230 dollar. Undan keyingisi mana ko'rib turibsizlar, eng xadavo, eng super ko'p sotiladigan oldi oynali emas, oldi полный нержавейкали. Ya'ni bu 400 gradusgacha chiqarib beradigan, bemalol ishlatib, ko'rib, tekshirib garantiyalari bor. Aytgancha hamma pechlarimizga inshaalloh sizlarga 6 oygacha garantiya muddatini qilib beramiz. Faqatgina bizdan olsalaring. Garantiya muddatining ichida qo'shimcha, misol qanaqa buzilib netib qolgan bo'lsa, sizlarga zapchast, papchast, uskuna, usta servisi va bemalol borib o'sha tuzatib berishlargacha qilib beramiz. Faqatgina vodiy bo'yicha. Qolgan viloyatga kelishgan holda ustalarimizni jo'natamiz imkon qadar. Ustalarimiz yetib bormasa, o'sha yerdan bitta usta topib sizlarga uyga yuboramiz. Xo'p, bu ikki listli pechimizni elektrichskisi, gazligi, gibridi bor. Ya'ni elektrichskisini narxi sizlarga bor yana 330 dollar qilib beramiz. Gazligini narxini sizlarga 430 dollar qilib beramiz va gibridini narxini sizlarga 530 dollar qilib beramiz. Bunaqasi yo'q. Hech qayerda yo'q. Sababi bu pechlarimizni biz eskidan 5-6 yildan beri shug'ullanamiz. Eng super kasbimiz sinovlardan o'tib bo'lgan. Undan tashqari bu pechimizni elektriskiy toshligini xohlasalaring sizlarga tak pizza uchun yoki bir boshqa mahsulotlarni tandirga o'xshab pishirmoqchi bo'lib qilsalaring, mana toshligi bor. Uning narxini sizlarga 360 dollar qilib beramiz. Super narxlar. Faqatgina bizda aytgancha kanalimiz rivoji uchun bizga like va kommentariya va podpiskalarni bosib qo'yinglar. Sababi biz sizlarga ko'proq informatsiya yetkazishimiz uchun, yangi stanolar haqida yetkazishimiz uchun shu like'laring, kommentariyaring bizga kerak. Navbatdagi gigant, mana 3 listligizni ko'rib turibsizlar. Listlari bilan bo'ladi. Bu apparatimizdan 400 gradusgacha sizlarga super narx. Elektriskisini sizlarga 450 dollar qilib beramiz. Gazligini bor barakani sizlarga 590 qilib beramiz. Gibridini sizlarga 690. Gibridni xolasalang elektr, xolasalang gaz. Bu 1 list, 2 list, 3 list, 4 listlarimiz hammasi 220 da ishlaydi. Xolasalang 4 listligimizni 220 da ishlayxona bor, 380 ishlayxona ham bor. 3 listligimizni ham 220, 380 ishlayxona bor. Ko'ngilingizga qarab, xolasalang 220, xolasalang 380 bemalol ishlash mumkin. Narxlari bir xil hammasining. Plus sizlarga 3 listlikni
Toshligi kerak menga sizlar, uni ham imkoni bor. Sizlarga atiga $480 qilib beramiz. Bunaqa narx faqat vodiy uskunalarida. Undan tashqari aytganimdek, like-ni bosib turinglar. Xo'p, keyingi pechimiz mana ko'rib turibsizlar, juda ham asal, kichkina, ixcham, bemalol g'ildiraylargacha bor. Bir kishi yengil yosh bolani qo'yib bersalar, yengil aqabaqa sudrab yuraveradi. Xohlasalar 220 bu aytganda, xohlasalar 380. Har bir listdan 4 tadan listlari bor, sababi bu 4 listli. Undan tashqari brend Lucy juda ham zo'r, eng mashhur 6 oy garantiyali. Buni ham alohida pasti graduslari 400 gradusgacha olib chiqaverasizlar. Undan tashqari buni svetlari bor, taymerlari bor, bemalol boshqarib, signalni berib, qo'rqmasdan qo'yib, ishlayni qilib turing, yana kelsalar ham o'z signal berib turgan bo'ladi. Bunimiz apparatni hozirgi kundagi turlislikda narxi sizlarga 560 qilib beramiz elektriskisini, gazligini bor-ku 750 qilib beramiz. Xohlasalar gibridni bor sizlarga $980 qilib beramiz. Juda ham zo'rna. Buni toshiga etsalar, buni toshigini pazzakas qilib berishimiz mumkin. Xohlasalar, agar bo'laveradi, yo'q, shart emas sizlar, xohlasalar 3 listli aytganimdek bor hammasidan. Bu apparatimiz ham ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r. Undan tashqari uni akasi bor mana, o'rtancha aka. O'sha akasi aytganimdek, buni ishlashi 380 voltga ishlaydi. Bu polniy qora mana black piano aynali bo'ladi. Polniy gradusi 400 graduslardan taymeri, svetlari hammasi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, juda ham asal. Narxi $890. Elektriskisi narxi. Gazliga narxini sizlarga 1250 qilib beramiz. Gibridini narxini sizlarga $1500. Ya'ni mayli $1490 ham qilib beraveramiz sizlarga. Gibridni xohlasangiz elektr, xohlasangiz gazli. Bularda faqatgina 380 bo'ladi. Boshqasi bo'lmaydi. Undan keyin eng katta mana Pahan o'sha akasi bo'ladi. Ikki xil brendniki bor, ya'ni Astar brendi va Kitwin brendi bor. Astar brendini ham o'sha aytganimda 9 ta listlari bilan, polniy 400 gradusli, KKE mana temperaturali anaqa zapchaslari bilan, polniy mana sizlarga taymeri hamma yo'llari bilan elektrik narxi sizlarga $1190. Juda ham shakar narx, 380 gradusga ishlaydi. Gazligini narxini sizlarga $1550 qilib beramiz. Undan tashqari mana 1550 ga Astar brendini gazligini qilib bersak, 1750 ga sizlarga Kitwin brendini qilib beramiz. Buni ko'rib turibsizlar, o'z gabariti ham, jasadi ham kattaroq, firma boshqaroq. Jicha keyin bularda toshida farqi bor. Ya'ni bu misol uchun 300 kilo bo'lsa, bu 350 kilo material ishlatilgan. O'sha hisobiga jicha qimmatroq. Garantiyalari bir xil 6 oydan qilib beramiz. Ishlashlari o'sha 380 ga ishlayveradi. Gazligini aytganimda 1550 ga 1750 plus undan tashqari gibridini narxi bor, sizlarga 1950 qilib beramiz. Ya'ni gibrid deganim ham elektr, ham gazli bemalol ishlayveradi. Bugungi mana undan tashqari sizlarga yana xamir qorg'ich kerak bo'ladi. Обязательно, sababi bu pechlar ishlatganlardan keyin xamir qorg'ich bo'lmasa, hozir hech kim qo'lda ishlay ham bo'lmay qoldi. Sizlarga ikki xil, ya'ni qattiq xamir, somsa, patir yoki shunga o'xshagan lag'mon apparatlari, lag'mon mahsulotlari uchun juda ham qattiq xamirlarga mo'ljallangan mishalkalar ikki xil turdagi, ya'ni prostoyrog'i va lyuksi. Prostoyrog'ini 7,5 kilolisi, 15 kilolisi, 25 va 50 kilolisi bo'ladi. Bu 50 kilo deganim sizlar 50 kilo xamir un soladigan emas, 50 kilo xamir uchun. Ya'ni misol uchun 35 kilo un, 15 litr 20 litr suv solsalar 50 kilo xamirsa, shuni hisobida aytayapman. 7,5 kilolisini sizlarga $290, 15 kilolik prostoyda narxi $330, 25 kilolisini narxi sizlarga $440 va 50 kilolisini narxini sizlarga $595 qilib beramiz. Undan tashqari lyukslari bor, jicha qimmatroq versiyasi. 15 kilodan boshlaydi bu. 15 kilolisini narxini sizlarga $420 qilib beramiz. 25 kilolisini sizlarga $540 qilib beramiz. Bor baraka. Undan tashqari 50 kilolisini narxini sizlarga $750 qilib beramiz. Bularda hammasi 220 dedi, faqatgina lyuksini 50 kilolisi bor, 380 ga ishlaydi. Plus yana aytgancha, prostoyni 100 kilolisi ham bor, ya'ni 100 kilo xamir uchun ham bor. Uni narxini sizlarga $870 qilib beramiz. Kimga qandolatchilik uchun qoliplar, uskuna, ya'ni xamir ko'pirtiruvchilar, shunga o'xshagan любой narsa sizlar hammasi bizda vodiy uskunalarida bor. Pastda aytganimda nomerlar qoldiramiz. Manzilimizni aytib o'tay. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, mo'ljal Polsha bozori oldida O'zbek-Xitoy savdo degan katta do'konimiz bor. Telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Vodiy bo'ylab
Kelishilgan holda imkon qadar bepul qilib beramiz. Telefon qilinglar, eng super, eng dahshat kassalar faqat bizda vodiyuschalarda. Laka pastkani unutmanglar bir bor. Bizga bizdan qo'ng'iroq qilinglar, tushunmaganlaringizni bemalol sizlarga tushuntirib, sotuv bo'limimiz bor, hamma sizlarga tushuntirib beradi. Sog' va salomat bo'linglar. Vodiyuchlar hamisha siz bilan. Undan tashqari pitssachi akalarimiz uchun esdan chiqibdi. Professional pechlar kerak bo'lsa, pitssa pechlari bizda 60 ga 60 razmerli, 40 ga 40, 40 ga 60 razmerli har xil turdagi pechlarimiz bor. Ko'rib turibsizlar, xohlasangiz bir qavat, xohlasangiz ikki qavat, любой turdagisi bizda bor. Yana ham bir bor aytib o'raman, 40 ga 40, 40 ga 60 va 60 ga 60. Undan tashqari 60 ga 80 pitssa pechlarimiz ham bor. Bu qoralar professional hisoblanadi, ya'ni 600 bosim va 500 gradusgacha. Bunaqasi juda kamdan kam, narxlari juda ham shikalat. Sizlarga aytaman, ikki xil modelni aytib o'tganman. Ya'ni shuni bir qavatlisi 60 ga 60 ni narxi hozirgi kunda sizlarga $490 qilib beramiz. Ikki qavatlisi narxi sizlarga $790 qilib beramiz. Bir qavatlisi 220 da ishlaydi, ikki qavatlisi 380 da ishlaydi. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqinglar yana bir bor. Hammasi bizda eng sodda va eng arzon narxlarda.